Assalomu alaykum hammaga. Demak, ushbu video orqali sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Demak, ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan avtovaronka chatbotlar sizga ham juda ham qiziq. Demak, ushbu video orqali Rossiyadagi eng katta avtovaronka instrumentlaridan biri Sellbot platformasining qanaqa imkoniyatlari borligini va siz uni o'z biznesingizga qanaqa qilib qo'llashingizni va bu Sellbot instrumentini o'rganish orqali qanaqa qilib daromad qilishingiz mumkinligini ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi bo'lib o'zim tanishtiradigan bo'lsak, ismim Otabek deyarli 2 yildan beri aynan mana shu instrumentlardan foydalanamiz. Umuman marketing sferasida esa 5 yildan beri faoliyat olib boramiz. O'zimizning marketing agentsiyamiz bor. Nomi Unique Agency. Demak, biz mijozlarga qanday xizmatlar ko'rsatamiz? SMM, marketing, veb-sayt qilib berish, Telegram botlar qilib berish, avtovaronka qilib berish, target reklamalar, Yandex, Google reklamalarini, Telegram reklamalarni sozlashda mijozlarimizga yordam beramiz. Xo'p, demak, ushbu videomiz orqali biz qisqacha Sellbotdan qanaqa qilib tanishib o'tishni demak ko'rishni boshladik. Demak, Sellbot demak ikki xil naqasi bor. Veb-saytga kirib oladigan bo'lsak, Sellbot. Demak, Sellbotga o'tadigan bo'lsak, bittanasiga e'tibor beringlar. Sellbot bor va Amos Yerim Salesbot bor. Adashmasam, meni tushunishim bo'yicha bu Amos Yerim Salesbotdan ilhomlanib qilingan loyiha bo'lishi kerak. Xo'p, demak, Sellbot deb yozganimda o'sha anaqalar kelib chiqish boshladi. Искусственный интеллект bot, для продаж, Flip app, ManyChat, SMM bot. Xo'p, Sellbot app chiqdi bu joyda. Mana shunaqa. Demak, siz qaysi instrumentdan foydalanasiz bilmadim, ammo O'zbekiston bozorida asosan foydalanadiganlari bu avtovaronka deymiz. Avtovaronka. Instagram. Kompyuterimda anaqasi yo'q, kiritilchasi yo'q, shu uchun yozdim, chiqmadi. Okey. O'zbekistonda demak asosan qaysi avtovaronka instrumentdan foydalanishadi? Ko'pchilik buni chatbot deyishadi, lekin chatbot bilan avtovaronkaning farqi bor, juda ham katta farqi bor. Qarang, chatbot nima? Nomida o'zi aytib turibdi, chatbot. Ya'ni u mijozlar bilan gaplashish uchun foydalanadi, ya'ni mijozlar bilan gaplashadi, muloqot qiladi, bu chatbot. Avtovaronka esa konkret, masalan, siz uni voronkasiga kiritib qo'yasiz, qanaqa gap aytishini yozasiz. Masalan, qaysi savolni beradigan bo'lsa, qanaqa javob beradigan bo'lsa, qanaqa qilib davom etadi. Bu narsa avtovaronka deyiladi, ya'ni avtomatlashtirib qo'yilgan varonka. Chatbotga esa sun'iy intellekt ulab qo'yiladi hamda u mijozga xohlagan savolga xohlagancha javob beradi u. Ya'ni o'sha GPTdan olib IP javob beradi. Ikkalasining bir-biridan farqi bor. Masalan, avtovaronka bu varonkani avtomatlashtirilgan shakli. Chatbot esa mijoz bilan muloqot qiladigan bot. O'zbekistonda demak asosan nimadan foydalanishadi? O'zbekistonda demak ManyChatdan foydalanishadi. ChatPlace'dan foydalanishadi. Ko'pchilik bilsa kerak. ManyChat, ChatPlace, Sellbotdan juda ham kamdan kam foydalanishadi. Xo'p, eng asosan anaqa foydalanilganlar shu ikkita. Eng asosan foydalanilgan shu ikkita, uchta instrumentdan juda ham faol foydalanishadi. Demak, asosan shu platformadan foydalanishadi. Sellbotdan juda ham kam foydalanadi, chunki bu shablon emas. Shablon asosida ishlatish qiyin. Konkretni siz bir narsani nima qilayotganingizni o'zi tushunishingiz kerak. Va shu aynan shablon emasligi orqali ham juda ham ko'plab siz xohlagan sложностьdagi ishlarni qilish mumkin bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib platformada demak kirib olamiz. Platformaga kirib olganimizda qisqacha ko'rish mana shunaqa bo'ladi bu joyda. Botlar ham anaqalar ham, varonkalar ham xuddi mana shu joyda quriladi. Xuddi mana shunaqa bo'lib quriladi bu joyda varonkalar. Xo'p, asosan demak chap tomonda bizda ishlovchi panelimiz bor, o'ng tomonda bor. Bu joyda состояние dialog, ya'ni сообщениyadan boshlab вложение, кнопка, действие, kalkulyator, IP запрос, analitika qismlari bor. Chap tomonga kiradigan bo'lsak, demak konstruktor, AI assistant, mana AI assistant ham bor, faqat hozircha rus tili bilan, adashmasam ingliz tilida ishlaydi, o'zbek tilida hali ishlamaydi. Lekin qurishning imkoniyati bor. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, bu IP bilan ishlaydi. IP degani nima? IP bu dostуп degani. ChatGPTdan dostуп olasiz, Instagramdan dostуп olasiz, ikkalasini ulab qo'yasiz. Bu narsaning imkoniyati bor. Xohlagan qiyinchilikdagi bot qilish imkoniyati bor. Klient bo'limi CRM, задачи, список, рассылка, сайт, редактор изображения, курс, трансляция, аналитика таблицы, виджет, файл, услуги, канал, acquiring, почта, доставка, телефония, шаблон сотрудник, backup, оплата и настройки bo'limlari bor. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, hammaga qiziq joyi, birinchi bo'lim narxiga o'tadigan bo'lsak, demak 3 xil tarif bor. Xo'p, 3 xil tarif, demak tekin birinchisi besplatniy tarifda demak kunlik elektr yozishma. Kunlik elektr yozishma nima degani? Qaranglar.
Boshqa platformaga qaraydigan bo'lsangiz, adashmasam mijozlar soniga qarab pul oladigan bo'lsa, Sellbot platformasi bu kunlik neft yozma bo'layotganligiga qarab pul oladi. Ya'ni sizni varonkangiz bo'yicha assalomu alaykum, va alaykum assalom, yaxshimisizmi, charchamayapsizmi? Pastdagi havola orqali masalan berilgan gaydni olishingiz mumkin. Pastdagi havolam bo'lsa Telegram botga o'tadi, Telegram botdan avtomatik xabar bordi. Bu joyda birinchi xabar Telegramdan bo'lgan, ikkinchi xabar, ya'ni sizni varonkangiz ikkita xabardan tashkil topgan. Bu joyda demak besplatniy foydalanadigan bo'lsangiz 50 ta kunlik xabar, ya'ni 25 ta odam sizni varonkangizning ichidan o'tadigan bo'lsa, u to'lib qoladi. Bu bepul tarifida. Hamma konstruktor botlar bor bu joyda, lekin rasilka qila olmaysiz deyapti, kalkulyator ishlamaydi deyapti. Kalkulyator funksiyasi ham shunaqa. Ikkinchi tarif demak biznes tarifi. Biznes tarifida nimalar bor? Bot, chatbot, hammasidan foydalansangiz bo'ladi. Bu joyda hammasidan foydalanib bo'ladi. CRMlarning ichidan foydalansangiz bo'ladi hammasidan. Lekin asosiy infobiznes funksiyasi yo'q. Infobiznes funksiyasi infobiznesda bor. Infobiznes nima? Bu kurslar sotuvi. Kurslar sotuvi uchun biz qanaqa nimalardan foydalanamiz odatda? Masalan, kurslar sotuvi uchun biz tilda masalan veb-sayt qilamiz, u yerdan trafik olib o'tamiz. Xo'p, undan keyin masalan kurs tayyor bo'lgandan keyin John Lefer qilamiz, undan keyin John Lefer masalan Bizon degan dastur bo'yicha orqali qilishimiz mumkin. Undan keyin masalan kurs sotilgandan keyin Get Kurs platformasiga kursni yuklab qo'yamiz. Xuddi mana shu funksiyalarning hammasi bittagina Sellbotning ichida, infobiznes tarifining ichida bor. Mana o'qishlaringiz mumkin. Integratsiya с сервисами для инфобизнеса, включая Bizon 365 и Get Kurs, Продамус и другие. Xuddi mana shu integratsiya qilsa bo'ladi deyapti. Aslida o'zining ichida ham xuddi mana shu funksiyalar bor. Translyatsiya qilishingiz mumkin, Get Kursga o'xshagan ichiga kurs yuklab qo'yishingiz mumkin, tillarga o'xshagan veb-sayt qilishingiz mumkin buning ichida. Xo'p, narxlar nimaga qarab narxlar belgilanadi? Bu kunlik yozmalar soniga qarab, xo'p, emailga qarab, emailda masalan biz o'zimiz foydalanmaganmiz. Nechta messenjer ulanayotganiga qarab, ikkita messenjer tekin. Odatda biz shunaqa bitta Instagramdan bitta bot ulaymiz. Bu tekin, ya'ni qo'shimcha to'lov olmaydi. Saturn 2 tagacha tekin, ya'ni siz bilan o'sha kompaniya masalan rahbariga, marketologga ham dostуп berib qo'yasiz. Bu tekin. Fayl 2 GB gacha fayl tekin. Bizlar masalan biznes tarifimizda, biz ko'pincha proyektlarga foydalanamiz. 2 GB gacha mestangiz bo'ladi sizni, bemalol storage memory 2 GB. Количество оплаты месяц deb qo'yib bu joyda necha oylik to'lamoqchisiz? Biz odatda har oylikni oylik to'laymiz. Xo'p, ana endi savol tug'ilishi mumkin. Masalan, biz besplatniy foydalanyapmiz. Masalan, qaysi relsim mani yaxshi ketdi, soat masalan kechqurun 12, 0 odamlar yozyapti masalan. Biz o'sha avtomatik foydalanyapmiz, odamlar yozyapti, yaxshi uchib ketdi masalan. Nima qilamiz o'sha paytda? O'sha paytda siz nima qilasiz? Masalan, доплата за текущий период deb qo'yibdi, ya'ni mavjud period uchun siz qo'shimcha masalan уже biznes tarifga o'tasizda, yoki biznes tarifiga deylik 10 mingtalik kunlik yozmay turgan bo'lsangiz, shunda bu narsani ko'paytirib qo'ysangiz, masalan 20 mingtalik qilsangiz agar, deylik 30 mingtalik qilsangiz, mana 3024 rubl deb qo'yibdi. Buni naqd to'lash imkoniyati bor. Через QR kod счет qilishingiz mumkin, karta orqali to'lashingiz mumkin, и оплата karton ne Rossiya Federatsiya. Rossiya Federatsiya bo'lmagan Visa karta yoki Mastercard orqali to'lov qilishingiz mumkin bo'ladi. To'lov qilasiz, avtomatik 1 sekund ichida ishga tushib ketaveradi. Ishlash tartibi bu xuddi shunaqa bo'ladi. Demak, biznes tarifi odatda biz 10 mingtalik yozishmadan foydalanamiz. Ko'p loyihalarimiz mana shu 10 mingtalik yozishma yetadi bizda. Xo'p, 10 mingtalik yozishma uchun to'lanadigan to'lov 3058 rubl deyapti. Bu joyda biz примерно $38 bo'ladi, $38. 38-40 atrofida bo'ladi. Xo'p, to'laysiz, avtomatik ishlashni boshlaydi o'sha varonkalaringiz. Xo'p, demak, ana endi bitta ko'rib o'tamiz buni. Klient qismidan boshlaymiz. Klient qismi bu nima uchun kerak? Ya'ni siz katta demak, deylik makro blogerlar bilan ishlaysiz. Makro blogerlar bilan ishlaganingizda ular ko'pincha har xil qurilmadan kirib ketishni xohlamaydi. Chunki bezopasnost uchun iloji boricha bitta yoki ikkita qurilma kirgani yaxshi. Instagramda ko'payib ketishi, masalan, keyinchalik Instagram birdan hammani chiqarib yuborishi mumkin. Shunaqa muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz community managerlar masalan ko'p bo'ladigan bo'lsa, loyihalaringiz makro bo'ladigan bo'lsa, agar masalan community managerni kirishga ruxsat bermaydigan bo'ladigan bo'lsa, siz shundoq dostуп olasizda. Dostуп berib qo'yasiz community managerga через Sellbotdan. Xo'p, bu nima uchun kerak deydigan bo'lsangiz, bu nima uchun kerak? Masalan, Sellbotdan dostуп berib qo'yish, community manager Instagramga kirib login parol qilish shart emas. Login parol qilib Sellbotga kiradi, Sellbot ichidan mijozlarga javob berib o'tiradi mana bu joyda. Instagramdan, xohlang Telegram botdan hammasidan javob berib tursa bo'ladi mana shu joydan turib. Xo'p, ana endi keyingisi demak, bu community juda ham zo'r funksiya. Undan keyin CRM funksiyasi. Siz ammo CRM, Bittrex agar to'lov qilishni xohlamasangiz yoki
kerak bo'lmasa bu narsa sizga deylik arzonroq versiyasi kerak bo'ladi desa, mana sizga Sailbot tayyor instrument. Mijoz demak sizning voronkangizni, hozir voronka nimaligini tushuntiraman qisqacha. Avval shuni tushuntiray. Mana bu voronka. Mana bu voronka. Ya'ni mijoz sizga demak tushdi voronkangiz ichida. Mana podcast start berib masalan voronkangiz kiradigan bo'lsa, уже videoni ko'radi qanaqadir sizning videoyingizni. Hop, undan keyin sizning tabrik xatingiz oladi 5 sekunddan keyin, 2 sekunddan keyin siz o'sha foydali gaydingizni oladi. 24 soatdan keyin yana sovg'ani olib ko'rdingizmi degan xabar bo'ladi dalshi. Mana shu umumiy kartina voronka deyiladi mana. Voronka. Bu narsa voronka. Hop, aynan voronkani masalan qaysi qismiga kelgandan keyin, deylik mana shu qismiga kelgandan keyin siz nima qilishingiz mumkin? Bu aynan mana shu mijozni siz voronkani boshida agar ism familiyasi raqamdan olib qolgan bo'lsangiz, shu mijozni CRM ga yo'naltirishingiz mumkin. Ya'ni CRM ga u mijoz qiziqish bildirgan qismiga o'tadi. Qiziqish bildirgan qismiga o'tgandan keyin call center masalan unga aloqaga chiqib, faqatgina bu joyda anaqani ulash imkoniyati yo'q. Korporativ raqamdan 7871 raqamdan ulash iloji yo'q. Telefon bilan aloqaga chiqadi. Sekin-sekin etap-etap olib ketish mumkin bu joydan CRM ichida. Xo'p. Qisqacha ishlashi mana shunaqa bo'ladi CRM da mana. Mijoz tushadi, deylik gaplashildi, qachon kelar ekan u, zadacha qilib qo'yishingiz mumkin. Mana zadacha bilan keyin ko'rib o'tirasiz. Zadacha degan topshiriq degani. Masalan, ertaga soat 12 ga aloqaga chiqaman shu klient bilan deb tashlab qo'ysa, mana bu joydan o'ydalanib kelib bildirib turadi. Keyingi afzalliklari bu joyda spiska bo'limi. Ya'ni siz mijozlarni aynan qaysidir etapgacha kelgan mijozlarni deylik. Xo'p. Voronkamiz deylik mana shu qismgacha keldi. Mana shu qismgacha kelgan mijozlarni olib masalan nima qilishingiz mumkin? Siz aynan bitta qutini ichiga jamlab qo'yishingiz mumkin. Aynan o'sha qutini ichidagi odamlarga keyinchalik siz birdan xabar yuborishingiz mumkin hammaga. Ya'ni bu degani sizni 100 mingta bazada 100 mingta odamga ketmaydi. Aynan sizning o'sha quti, ya'ni alohida qilib ajratib olgan odamlaringizga ketadi bu xabar. Xuddi mana shu yerda ham bitta narsani ko'rsatib ketmoqchiman sizlarga. Bu joyda birinchi demak anaqaga qaraydigan bo'lsak 124 ta turgani ichida. Hop, bu nima? Bu joyda veb-sayt linki qo'yilgan pastida va o'sha linkni agar odamlar bosib o'tadigan bo'lsa agar bu haqida bizga xabar keladi. Ya'ni mana bu klient san linkingni bosib veb-saytingga kirdi. Xohlagan bitta link bo'lishi mumkin. O'sha linkni bosib o'tdi. Siz va o'sha linkni kontrol qilishingiz mumkin. Masalan, kimdir keladi, linkni bosgandan keyin bilasizlar, link bosib veb-saytga kiryaptimi? Demak, uni potensial ancha yuqori, aynan mana shu auditoriyani olib, siz CRM ga ko'chirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi keyingisi demak, siz bu joyda linkni kontrol qilishingiz mumkin. Link masalan bosadigan bo'lsa, alohida voronka bo'yicha, bosmaydigan bo'lsa, alohida voronka bo'yicha olib ketishingiz mumkin. Ya'ni agar bosmasa, yana dalshi yana kuchliroq progress qilishingiz mumkin. Agar bosadigan bo'lsa, uni alohida olib masalan konsultatsiya taklif qilishingiz mumkin. Siz uchun maxsus bepul konsultatsiya degan xabarlar borishi mumkin odamga. Endi bu paragraf qanaqa yozilganiga qaraydi. Xo'p, undan keyin demak rasilka bo'limi. Rasilka bo'limida demak biza rasilka bo'limida demak Instagram direct orqali, Telegram bot orqali, Telegram lichkangiz orqali даже xabar yuborishingiz mumkin bu joyda. Rasilka nima xabar borish masalan? Yana bitta afzalligini aytaman Sailbotni. Boshqa alternativ variantlarga qaraganda, buni afzallik tomoni siz 10 kungacha bemalol sizga oxirgi 10 kunlikda yozgan odamlarga xabar yuborishingiz mumkin. Instagram directdan ham, Telegramdan ham. Telegramda даже xohlagan paytingiz xabar yuborishingiz mumkin. Telegram botdan. Xohlagan payt masalan 1 oy oldinmi, u odam 1 yil oldin siz o'sha botingizga kirgan blok bilib botdan chiqib ketmagan bo'lsa bo'ldi. Xohlagan payt xabar yuborsangiz bo'ladi. Hop, ana endi keyingisi demak, buni afzallik tomoni Sailbotni Instagram direct orqali oxirgi 10 kunlikda yozgan odamlarga xabar yubora olasiz. Boshqa platformalarga alternativ istalgan variantga qarasangiz, bu narsa 1 kun, 24 soatdan keyin o'zi qaytib bu odamga xabar yubora olmaysiz. Siz vazifangiz 24 soat o'sha odamni olib, qaysidir istochnikka, boshqa bitta istochnikka o'tkazish manbaga. Telegram botga, Telegram kanaliga o'tkazib olsangiz, o'sha keyin u orqali foydalanasiz Telegram kanaldan u odamni progress qilasiz. Bunda esa 10 kun 10 kunlik voronka tuzib qo'yishingiz mumkin. Masalan, kimdir keldi, deylik sizni bepul masalan naqayizni oldi, besplatligingizni oldi. Bu guide bo'lishi mumkin, masalan, qanaqa darslik bo'lishi mumkin. Darslik olganingizdan keyin bemalol shu Instagram direktingizdan 10 kungacha unga xabar boradi. Demak, bepul guide berdi. Undan keyin mana bizning kompaniya veb-sayti, kir tanishib chiq, mana mijozlarimiz OTF, kir tanishib chiq. Xo'p, senga demak bepul konsultatsiya beramiz. Marhamat, pastdagi link orqali ro'yxatdan o't. Xo'p, sen bizdan pastdagi link orqali bergan linkimiz orqali ro'yxatdan o'tmabsan. Tezroq o't, 24 soatdan keyin bu imkoniyat cheklanib qoladi yoki bo'lmasa 18 soatdan keyin уже tugab qoladi. Bu link o'z faoliyatini ko'rsatmasligi mumkin
debujlash progress ketaveradi. Bemalol 10 kungacha progress ssenariysi asosida yuritsa bo'ladi auditoriyani. Xo'p, demak xabar berish xuddi mana shunaqa xohlagan payt masalan, deylik biz ko'pincha marafonlarda foydalanamiz bu joyda ko'rsangiz agar 439 mingta odamga xabar borgan. 439 mingta. Bu bazamizdagi mijozlarimiz soni boya ko'rdim, ko'rsatmadi. Baza juda ham kattaligi uchun ko'rsatmadi bu joyda. Bir men adashmasam 500 mingtaga yaqin edi. 500 mingtaga yaqin auditoriya bor. Biz shu paytgacha o'z analitikani ko'rib o'tamiz. 2 million dan ortiqlarga xabar yuborganmiz. Xohlang masalan deylik, qanaqadir yangilik qilyapsiz, kompaniya uchun bugun o'sha yangilikni mijozlarga yetkazish kerak. Instagram Direct'ingiz bor, Telegram botingiz bor. Masalan, shu orqali xabar yuborishingiz mumkin. 10 mingta mana limitingiz bor. Bu degani siz 10 mingta kunlik xabar yuboring. Xohlang xabar yuborishga sarflang 10 mingta limitingizni, xohlang varonkaga sarflang. Xuddi mana shunaqa masalan biz 28-iyul 2025-yilda 439 mingta odamga xabar yuborgan ekanmiz. 28-iyulda 181 mingta odamga xabar yuborgan ekanmiz. To'xtatganmiz qaysidir etapiga kelib. Xo'p, demak yuborilganlarga qaraydigan bo'lsak 20 mingta odamga 28-may kuni ketgan. Xo'p, 20 mingta odamga ketgan ekan yana xabarimiz 10-may kuni. 21 mingta odamga ketgan. 21 mingta. SMS bot deganmiz, bu botning ichidagi baza. Shu uchun 22 mingta, 20 mingta. Nima uchun biz ko'pincha botdan foydalanamiz? Bitta narsani, muhim narsani esingizda saqlab qo'yinglar. Instagram Direct'dan ko'ra botga odam yig'ishlash sizlarga ko'proq foydaliroq. Chunki Telegram botga xohlagan paytingiz xabar yuborishingiz mumkin. 1 oy bo'ladimi, 1 yil bo'ladimi, odam sizga botga xabar yozgan oxirgi marta farqi yo'q. Xohlagan paytingiz xabar yuborishingiz mumkin. Plus bu narsa ancha tez skorosti. Masalan, примерно 1 soatda Instagram Direct'dan 2 mingta, 3 mingtaga yaqin odamga yuboradigan bo'lsangiz, bu narsani siz Telegram bot orqali 5-10 daqiqa ichida qilishingiz mumkin. Ancha skorosti ham tezroq. Plus Instagram Direct'dan ko'ra ancha xavfsizroq ham. Xavfsizroq, aniq bu narsa biz chunki Instagram Direct'dan ko'rib turganlaringiz mana 439 mingta odamga xabar ketgandan keyin to'xtatilgan bu joyda 439 mingta odamga xabar ketgan. Instagramga hech narsa qilmagan. Umuman bu narsaning zarari yo'q. Yana bitta plus eslatib o'tmoqchiman. Afzalligi Sellbot Instagram bilan rasmiy hamkor. Ya'ni ofitsial hamkor, ofitsial partnyor. Ko'pchilik avtoranka platformalar bunaqa emas, ofitsial hamkor emas. Masalan, qancha xabar yuborgandan keyin o'sha blok bo'lib qolishi mumkin, akkauntni tortib olishi mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'lgan masalan ba'zilarda. Umuman xabar yozilmaydigan qilib qo'yish mumkin. Bizda ham bo'ladi, masalan, mana shu Direct'dan bizga kuniga 50 mingtagacha odam yozgan payti bo'lgan. O'sha 50 mingtagacha odam yozgan vaqti bloklanadi. Ya'ni o'sha kommentariy yozish bloklanadi. 3 kun, 2 kun bloklanadi. Shunda 3 kundan keyin 2 kundan keyin ochilib ketadi u narsa. Lekin biz bironta bir jiddiyroq anaqa ko'rmaganmiz, xavf ko'rmaganmiz bu joyda. Shuncha odamga xabar yuborgan bo'lsak ham. Endi bu 439 mingta bir kunga ketmagan bizda. Chunki bir kunda bu невозможно. Biz adashmasam bir kunda примерно 20 mingta odamga yuborardik. 6 soat, 7 soat shunaqa ketadi. 20 mingta, 30 mingtagacha odamga yuborganmiz. Xo'p, demak, rasilka funksiyasi shunaqa, sayt funksiyasi bor bu joyda. Siz o'zingizga bemalol sayt qilishingiz mumkin. Tildaga o'xshagan sayt qilish mumkin. Dizaynerga aytasiz, Figma'dagi saytini bemalol bunga ko'chirib berish mumkin. Tilda uchun yana oyiga qanchalik to'lov qilish shart emas. Xo'p, bundan keyingisi yana bu joyda kurs bo'limi, translyatsiya bo'limi faqatgina infobiznes tarafidagilar uchun ishlaydi. Tablitsa bo'limi bor, ya'ni Google Sheets'ni tablitsa varianti. Xohlasangiz masalan, klientskiy bazani ism, familiyasini tablitsaga ko'chirib olib, tablitsaga yuklab olishingiz mumkin bu joyda jadvalni. Xo'p, yana nimalar bor? Bu joyda kanal qismini ko'rib o'tamiz. O'zi aslida buni boshda ko'rib o'tishimiz kerak edi. Xo'p, nimalarga ulaymiz? Biz o'zimiz nimalardan foydalanamiz? Telegramdan foydalanganmiz, Telegram botdan, WhatsAppdan foydalanganmiz, onlayn chatdan foydalanganmiz, Instagramdan foydalanganmiz. Xo'p, Telegram lishniy akkauntdan foydalanganmiz, ya'ni odamning direktiga ulaysiz, o'sha direktdagi varonka bo'yicha ishlab ketadi, shulardan foydalanganmiz. Xo'p, ulashlar juda ham oson. Xo'p, mana Instagramda nimalarga javob beradi desak, agar istoriyaga atvet qaytargan odamlarga, kommentariyaga atvet qaytargan odamlarga, xo'p, istoriyaga reaksiya qoldirgan odamlarga hamda sizni qaysidir rilsizda yoki postingizning tagida kommentariya qoldirgan odamlarga avtoranka ishga tushadi avtomatik. Ishlash tartibi shunaqa. Xo'p, qo'shimcha funksiyalar demak telefoniya ham bor bu joyda. Biz foydalanmaganmiz. Onlayn PBX bor ekan. Agar kimgadir kerak bo'lsa, balki sinab ko'rarmiz bu narsani. Xo'p, demak mana shunaqa qisqacha ishlash tartibi mana shunaqa bo'ladi.
Demak, bu joyda boya ko'rib o'tganimiz bu Obsess marketing tufasi uchun qilib berganmiz. Hop, ikkinchi yana bitta shunaqa katta voronkalarimiz bittasi bu Numeo loyihasi. Akmal aka Fayziyevni Amerikadagi track kompaniyalar uchun ishlaydigan sun'iy intellekt bilan bunaqa qilingan loyihalar Numeo AI uchun qilingan bu joyda. Hop, mana shunaqa shu kungacha biz faoliyatimiz davomida 50 dan ortiq loyihalar bilan ishlaganmiz deb bemalol ayta olaman. Qisqacha demak, ishlash mana shunaqa. Demak, bitta review qilamiz. Plus tomonlar nima ekan? Birinchidan obuna narxi, ikkinchidan bunda tilla funksiyasi borligi, uchinchidan get kurs funksiyasi borligi. Xo'p, bizon funksiyasi bor, jonli translyatsiyalar qilish mumkin. Analitika funksiyasi bor. Analitikani ko'rmadik sizlar bilan. Analitika funksiyasi bor buni ham ichida. Analitika funksiyasi bor. Siz bemalol ko'rib turishingiz mumkin. Qancha odam kirdi, qancha odam chiqdi. Mana UTM tekstlar deb qo'yibdi. Ko'rayotgansizlar, kursning analitikasi bor bu joyda, CRM analitikasi bor, operatorlar qanaqa ishlayotgani, reklama qanaqa ishlayotganligi, translyatsiya natijalari qanaqa bo'ldi, nechta odam kirdi sizning jonli efirga, hammasini bu joydan ajoyibini ko'rib tursangiz bo'ladi bitta dashbordning o'zidan. Bu dashbord adashmasam boshqa qanaqalarda yo'q. Boshqa avtorank platformalarda bu darajada aniq ishlaydigan dashbordni men ko'rmaganman. Va boya aytganimdek, IP integratsiya. Boshqa anaqalar avtorank instrumentlar shablon asosida ishlaydigan bo'lsa, bu bizning Sellbot instrumentimiz. Shablon asosida ishlamaydi. IP integratsiya funksiyasi bor. Xohlaganingizcha xohlagan qiyinchilikdagi botni yaratish mumkin bu joyda. Xo'p, bunda demak ba'zi juda katta bo'lgani uchun hozir qotyapti ozgina. Boshqa anaqaga o'tamiz. Yana bitta katta loyihalarimizdan biri Shahzoda Rustamova loyihalariga o'tamiz. Shahzoda Rustamovaga 2024-yilda aniq qilganmiz, ular berganmiz. Fevral, mart, aprel, may, iyungacha ishlagan ekan. 4 oy 5 oy ishlaganmiz. Qisqacha nima mana shunaqa bo'ladi. Zelkalar, ya'ni qancha sizning klientingizga bazangiz bor ekanligi, xohlasangiz buni xohlasangiz mana bugunkini, kechagini, oylikni, yillikni yo время qilib yoki vibrati perevod qilib olgan sanangizni tanlaysizmi? O'sha sanagacha bo'lgan muddatni ko'rsatib beradi. Umumiy demak bazalaringiz qancha ekanligi, masalan bizning umumiy 23370 ta bazamiz bor ekan, Telegramda 305 ta ekan, 19866 ta Instagramdan ekan. Bemalol mana bularga xabar yuborish mumkin, masalan Telegramdagi bazamizga. Adashmasam Instagramdagilarga yuborib bo'lmaydi. Chunki 10 kundan keyin yopilib qoladi. Demak, qisqacha analitika qismi mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, mana bunda ham ochildi, ko'rishlaringiz mumkin. Отправление сообщения через рассылки. Biz 33 minutda shu paytgacha xabar yuborgan ekanmiz. Mijozlarimizga umumiy hisobda 2,360,464 ta xabar yuborganmiz. 2,5 millionga yaqin. Bu menimcha yaxshi ko'rsatkich. Darja anaqada Sellbotning o'zidan bizga aloqaga chiqishgan. Biz maqola tayyorlamoqchimiz. Shu O'zbekistondagi eng katta Sellbot bilan ishlaydigan sizlar ekanlaringiz deb aloqaga chiqishgan edi. Xo'p, demak qisqacha mana shunaqa bu Sellbot platformasi. Bemalol bu platforma orqali kimgadir usluga ko'rsatib ham xizmat ko'rsatib masalan daromad qilishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingiz biznesingizga ham o'rnatib, masalan sotuvlarni oshirishingiz mumkin bo'ladi bu orqali. Xo'p, agarda ushbu Sellbot platformasini o'rganishingizga qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki bizneslaringiz uchun sizlarni любой сложностьdagi, любой istalgan qiyinchilikdagi avtoronkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda link qo'yamiz, o'sha link orqali aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ketgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Xudo xolasa bundan ham foydaliroq videolarni etap-etap sekin-sekin chiqarish boshlaymiz. Aynan biznes uchun foydali bo'lgan videolarni. Xo'p, rahmat, charchamanglar.